Assalomu alaykum. Tush ta'biri kanalimizga xush kelibsiz. Tushda uy sotib olsa, tushda uy sotib olganini ko'rish odatda yaxshi alomat sifatida talqin qilinadi. Yangi imkoniyatlar yoki hayotda ijobiy o'zgarishlar kelishi, moliyaviy ahvolning yaxshilanishi, oilaviy barqarorlik va xotirjamlikka erishish, yangi bosqichga o'tish. Agar uy yangi va keng bo'lsa, bu ko'proq farovonlik va yaxshi yangiliklarga ishora qilishi mumkin. Agar uy eski yoki ta'mirtalab bo'lsa, hayotda hal qilinishi kerak bo'lgan masalalarni anglatishi mumkin. Agar uyni xursand bo'lib olgan bo'lsangiz, bu orzu maqsadlarga yaqinlashish belgisi sifatida talqin qilinadi. O'ylaymanki, ushbu tush ta'birlarni bilishga qiziqqan har qanday inson uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosishni esdan chiqarmang. Rahmat.